Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mana ochiq darsimizga, ya'ni mahorat darsimizga xush kelibsizlar. Hozir mana Samandir Bekni dars vaqti, hozir dars o'tib beramiz. Tomosha qilasizlar degan umiddamiz. Birinchi darsimizda, ya'ni an'anaviy xonandalik bo'yicha ovoz qisitishdan boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Hozir mana nafaslarni qizitib borish kerak. Undan agar oshirsa o'quvchiga zo'r qolishi mumkin. Va ovoz tolalariga, ovoz yo'llariga zarar yetib qolishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda o'quvchining diapazoniga qarab ovozni qizitish kerak. Uyga vazifa sizga nima? Avj qismlari hozir uyga vazifa sifatida berildi. Sal hozir ovozi ham charchagan ekan, ozgina shamollagan ovoz bor ekan. Shuni inobatga olgan holda endi hozir darsimizni yakun qilamiz oxirgi qismini. Vazifalar tushunarli bo'ldimi? Rahmat. Sizlarga ham rahmat.